Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashalloh, mana ishlar qizg'in ketyapti. Почти bo'lib qoldi mana. Bizlarga nima kerak? Bizlarga mana shu 40 ga 40 uchastkaga chetini aylantirib zabor qilishga profnastil kerak. Kimda bo'lsa, bu ishni bo'lsa 40 ga 40 tak, примерно 160 metr qanchadan bo'ladi? 3,5 metrdan bo'ladimi? Almuhim 160 metr profnastil kerak. Mana ustalarga, KAMAZga, texnikaga pul berish kerak. Alloh rozi bo'lsin, bir birodarimiz mana shu mani 3dan 1 qismini примерно to'lab beryapti. Alloh taolo rizqiga, kasbiga Alloh taolo barakat bersin. Примерно 500 KAMAZ chiqyapti mana shu yerdanchi. 500 ta reys bo'ladi примерно. И plus mana texnikaga pul berish kerak. Kim to'lab beraman, yordamlashaman degan bo'lsa, bismillah. Yoshlarning o'z nomerini beramiz, o'zlariga tashlab bersanglar. И plus birinchi очередь mana shuni aylantirasiga yopish uchun profnastil kerak. Kimda bu ishni yangisini beraman desa ham, bismillah. Mendan Alloh rozi bo'lsin.